Yaxshimsizlar xonimlar, bugun sizlarga oilda tabiiy usulda yuz chaplaq yasash retseptini olib keldim. Eng avval bir dona tuxumning shu eqini ayrim bir qachiq elib qo'yib oldik. Buning ustiga sap sutdan muvofiq miqdorda to'kdik. Ko'ringlardek. Amdiki bosqichda bo'lsa, shu bir qancha tomchi asalni temitgandan keyin eng oxirida bir qancha temim jinyo mushuni temitimiz do'stlar. Agar mush usulni haftada 3 qatim ishlatib qo'llanib bersanglar, teranglar bu vaqtlarningdek yumshoq, yumron, ham shu teranglardagi dog' sapkini yo'qotish unumi alaydi yaxshi bo'lgan yuz chaplaq yasash retseptini o'rganib olgan bo'lsizlar.